Assalomu alaykum hammaga. Bugun bizda Fortnite magazinini obzor qilamiz. Magazinga graf kalmaran skinlarini qo'shgan. Kelinglar birga obzor qilamiz. 3000 V-Bucks naborga so'rashyapti. Охранник. Kvadratniy, треугольник. Skinlar lekin yaxshi. Fanatlari bo'lsa, olsanglar bo'ladi. Yaxshi skinlar. Menejer. Normalniy, lekin stillari yo'q. O'zi ma'lum stilli bo'lmasligi. Bo'ladi. Bu endi default o'zini Fortnite skinlari. Bular hammasi default. O'yinda ham bor bular oddiy. Bu yerda mana bunday yangi qo'shilgan. Bunaqa hali bo'lmagan. To'ji yaxshi. Mashi yaxshi skin. Agar olmoqchi bo'lsanglar, menimcha mashina normalniy. Default olgandan ko'ra mashina olgan yaxshi. 3000 V-Bucks nechta? Где-то 12 ta skinga где-то normalniy lekin skin olib qarasa 1,5 mingdan отдельный men bilan o'ziga so'rashyapti. Вроде normalniy. Agar fanatlari bo'lsa, stoyt olish. Agar graf kalmari yoqsa, olsanglar bo'ladi. 700 naborga so'rashyapti. Emotsiya mana. Backpacklar. Normalniy. 700 normalniy lekin 700 ga. Bitta o'zini 500 dan. Bitta oladigan bo'lsanglar, bar qimmatga tushadi. Undan ko'ra nabor olgan yaxshi. Oddiy skinlarning o'zi 1200 ekan mana. Отдельный o'zi. Nomerlarni ham o'zgartirsa bo'ladi. Yaxshi. Mana shu skinni olgan yaxshi menimcha. Bu yerda mana eski skin bu. Eskiroq, yana qaytarishibdi. Energos. O'zining krossovkasi mana. Emotsiyalar. Street Fighter fanatlari bo'lsa, mana yaxshi skinlar. Olsanglar bo'ladi. Agar fanati bo'lsanglar, arziydi olish. Men bu skinni olganman. Yaxshi skin. Yoqadi. O'zi anchadan beri olmoqchi bo'lgandim, mana qo'shdi, yaqinda oldim. Bu vроде adashmasam, endi ikkinchi marta yana qo'shdi. 1600 nabori. Yo'q, 2200 edi adashmasam. 2200 nabori. Bu yerda yana mana bunaqa skin mana. O'zining emotsiyasi mana. Backpack'i bor. Agar fanatlari bo'lsa, olsa bo'ladi. Agar qaysi skin yoqsa ham olsanglar bo'ladi. Normalniy skinlar. Backpack'i mana. Ekran загрузкасы. O'ziga 1600 so'rashyapti, отдельно. Mana yana. O'zining emotsiyalari bor. Buni ham emotsiyasi bor. Backpack'i bo'ladi. Ekran загрузка. Bu yerda уже o'zining anaqalari kirka. Hammasini kirkasi mana. Mana kirkalar. Delta plan. Bu kirkasi mana. Lekin 1200 ga slishkim qimmatda. Menimcha olmagan olish kerak emas bularni. Slishkim qimmat. Kirkalari mana 800 hammasi. Mana Adidas, kollaboratsionniy Adidas skin mana.
Bu normalmi? Ishlayapsiz. Bo'ladi. Normalmi? Adidas yo'qsa, olsa bo'ladi. Normalniy skin o'zini butchisi ham bor mana. Butchisi ham yaxshi. Kirkasi mana. Backpack'i mana. Normal. Emotsiyasi ham bor ekan. Normal. 2000 so'rashyapti. 2000 ga naверное, normalniy skin bo'ladi. 1.5 o'ziga. Bez дополнительный narsalarisiz. Stillari ham bor, endi shunga menimcha arziydi olish. Bu mashina mana. Arsenal kollaboratsionniy mashina bu. Real Madrid va futbol fanatlari bo'lsa, normalniy mashina. Vida na любителя-da. Unaqa zo'r emas. Futbol fanatlari bo'lsa, adobrit qilsa bo'ladi. Bu yerda mana Manchester United. Normalniy mashina bo'lganda, men ovorardim. Vida uncha emas. Menga uncha yoqmadi. Futbol o'zi fanatiman. Juventus normalni. O'zini anaqalari ham bor mana. Mana karosalari. Normalniy bo'ladi. Kolyosalari Real Madrid. Zo'r emas lekin kolyosalari какой-то слишком дешевыйroq bo'lib qo'ygan. Как будто наклейка yopishtirib qo'ygan. Просто. Zo'r emas-da unaqa. Mana skin mana. O'zining emotsiyasi ham bor ekan. Backpack'i, delta plani mana. Mana shunaqa delta planlar yaxshi. Menda ham o'zi bir nechta bor. Surferlar. Yaxshi delta planda bular. Ustiga chiqib olib tushadi. Kirkasi. Anaqasi bu. Obyortkasi. 2100 ga bilmadim endi. Kimga yoqsa, olsa bo'ladi. Atak skin unaqa zo'r emas-da. Avatar fanatlari bo'lsa, mana sizlarga yana qaytarishgan. O'zining stili. Kirkasi mana. Backpack'i. Lekin backpack'i normalniy bo'ladi. Normalniy. Животный bilan qimillaydi yaxshi. O'zining emotsiyalari mana. Bu emotsiya передвиженияli. Emotsiyani yoqqaningizda yura olasiz. Bu emotsiya menga bergan, anaqa o'zi tekinga berishgan buni. Buni delta plani. Katta delta plan, bunaqani men ishlatmayman lichna. Bunaqa kattalar. Неудобно. O'zini keyin yana shu kollaboratsionni yana o'shan Selennisdan skinlar mana. Mana Katara. Mana ham normalniy skin mana shu. Tipa anaqa bu. Sushi. Skin normalniy, приkolniy skin. 1400 ga olsa bo'ladi lekin. O'zi 2600 ekan, skidka ekan hozir. Men emotsiyasini oldim. Emotsiyasi normalniy. Emotsiyasi zo'r lekin. 2 sim.
200 bucks. Оберткасы. Анимированный. Backpack'ı o'zini тоже нормальный. Прикольный skin, arziydi lekin olishga. Hozir letniy skin bu, yozgi skin, yozgi zo'r. Kirkasi uncha emas. Tak skin yaxshi. Mana skin bor mana. Yo'qsa, olsa bo'ladi. O'zini mana backpack'ı, skateboard нормально. Delta plani. Bo'ladi. Bunaqa delta planlar menda tiqilib yotibdi, o'shaning uchun. Bunaqa delta planlar o'zi odam to'yib ketgan. Marvel fanatlariga mana Nick Fury bor. Olaman seli o'zini backpack'ı, lekin скучный skin, слишком menimcha неудобный. Delta plani. Bunaqa delta planlar ham variantlar bunaqalar ko'p menda tiqilib yotibdi. Человек-паук mana. Boshqasi, boshqacha Человек-паук. Emotsiyasi ham bor. Kirkasi mana. Mana Mary Jane. Skin. Nalubitlar, fanatlari bo'lsa og'iradi. Tak men Marvel o'zi bo'ladi, normalniy fanatiman, lekin bu skin uncha emas. Leviathan mana qanaqadir. Bunaqa fanatlarni, bunaqa skinlar fanati bo'lsa, olsa bo'ladi. Atak 2000 ga lekin bilmadim. Слишком qimmat, даже 2300 qimmat lekin o'zi 2000 olmagan bo'lardim. Kirka mana, kirka вроде нормальный. Ovozi ham bor ekan, muzikasi. Нормально, lekin 1.5 ming слишком qimmat bunaqa kirkalarga. Modda krossovka bor ekan mana. 8 so'm so'rashyapti. Anaqa skin, anaqa krossovka ekan. Emotsiya qilganlarda, muzikani yoqqanlarda emotsiya reagировать qiladi mana, ko'rasizlar-ku. Hamda ham yozib qo'ygan reaksiya na muzika. Obuvga kiyganlarda oldinglarda kimdir emotsiya qilsa yoki o'zingiz emotsiya qilsangiz, yonadi mana. Atak yonmaydi. Bu 8 so'mga 600 so'm bo'lganda vuradi normalni, lekin 8 so'm bitta minusi ham bor-da, emotsiya qilmaganlar yonmaydi, naverna. Shunisi minus 8 so'mga 600 so'm qilganda arziydi olish. Bugi qanaqadir, bunaqa skinlar menga yoqmaydi. Kimga qanaqa bilmadim. Слишком простой skin. Men bu skinni o'zi olmoqchi bo'ldim. Mana bu normalniy skin mana. Yaxshi skin bu o'zini mana. Orqasida mana yonyapti. Platyasi yonyapti mana. Normalniy skin bu. 1600 ga yaxshi. O'zini mana kirkasi ham zo'r buni. Прям сочный kirka. Mana o'zini backpack'ı, bu ham chiroyli mana. Menga yoquvdi mana shu skin. Emotsiyasi ham bor mana. Emotsiyasi ham zo'r. O'zini obyortkasi ham bor mana. Bor ekan, animatsiyasi bor ekan. Mana qora ekan. Yaxshi. 1600 ga arziydi lekin bu skin olishga. 1600 ga normalniy. Narsalari ham zo'r. Bunaqa skinlar menga yoqmaydi. Qanaqadir slishkam oddiy skinlar. 1200 ekan. Mana bu delta plan zo'r lekin. Muzikasi ham bor. Lekin qimmat
Bunaqa delta planga 1200 bitta skin olasizlar-da, mana menga o'xshagan yoki Igraf Kalmarida 1200 ga skin olsa bo'ladi. Chemini olgandan ko'ra. Чисимga нормальный. Qanaqadir прикольный skin. Metallolom qanaqadir. O'zini backpack'a, скучный тоже. Animatsiyasi bor ekan. Animatsiyasi bor, нормально, lekin bo'ladi. Fanat kimga yoqsa olsa bo'ladi. Manaqa skin bor mana, korobka degan. Buni o'zini stillari ham bor mana. Agar mana shunaqa прикольный skinlar yoqsa, olsanglar bo'ladi. Kirka mana 8 so'mga. Yo'q, bu anaqa ekan, mikrofon ekan. Festival agar o'ynasanglar, lekin qimmat, undan ko'ra olmagan yaxshi. Tekinga ham beradi. DJ respirator. Buni o'zini stillari ham bor ekan mana. Bunaqa stili bor ekan. Neonoviy. O'zini прикольный, нормальный skin. Lekin backpack orqasida bo'lmaydi. Слишком oddiy. Bunaqa skinlarni olmagan yaxshi. Слишком qanaqadir chudniy skin. Bunaqasi ham bor ekan stili. Kunjutniy. Lekin 1400 ga bu skin вообще arzimaydi. Даже bu skinni o'yinda ham ko'rmaganman. Kim olgan buni? Umuman ko'rmaganman. Qachon chiqqan mana? 3-glavada 4-sezonda chiqqan, lekin bir marta ham mana skinni hali ko'rmadim. Menim chiqishim olmagan ham. Delta plan mana. Bo'ladi. Mana skin ham нормальный, прикольный skin. Buni o'zi ko'pincha anaqalar o'ynardi. Kiber kotletlar, kiber sportsmenlar o'ynardi bunda. Lekin нормальный skin mana. Siniy varianti bor ekan. O'zini backpack ham bor. Backpack ham нормальный, o'ziga mos tushar ekan. Нормальный, yaxshi ekan. 1200 ga arziydi lekin bu skin. Emotsiya 5 so'mga bunaqa emotsiyalarni olmagan yaxshi. Bular umuman arzimaydi. Undan ko'ra bitta tansivalniy, muzikalniy emotsiya olsanglar bo'ladi. 2 so'mga bo'lmaydi, normal. O'zi 2 so'm bo'lishi kerak edi. Men bu ham bir xillari Epic Games slishkam jadniylik qilib mana oddiy emotsiyalarni 5 so'm qilib qo'yishadi. Keyin mana Tottenham'ma kapitani bor mana. Oti nima edi? Sonny. Futbol fanatlariga menimcha yaxshi variant. 7-nomer. Kekres hali Cristiano Ronaldo kelmadi, mana 7-nomer olib o'ynab yursanglar bo'ladi. Maskali varianti bor mana, lekin normalniy. Bo'ladi. Endi agar Tottenham fanatlari bo'lsa yoki futbol fanatlari olsa bo'ladi. Kiminaga o'zini mana kirkasi bor. Yana varianti, bunaqa varianti. Mana прикольныйroq mana. Mana bu varianti. O'zini emotsiyasi bor mana. Как раз o'yinda qiladigan emotsiyasi bu. Обертка. O'sha backpack'a. Mana bu backpacklarning nimasi zo'r? Mana backpackimda asosiylar mana. Kirkalarni olganlarda orqasidan belidan sirazi oladi.
defaultni sразу qo'lda paydo bo'lmaydi, orqasidan oladi. Imini mana komplektini ham qo'ysanglar, mana orqasiga mana bu backpack ilib olsanglar, orqasidan mechik dastavать qiladi, oladi. Mana shunaqa backpacklarni mashinasi yaxshi. Что orqasidan oladi. Krossovka mana default. Air Jordan fanatlari bo'lsa, olsa bo'ladi. Atak 1000 so'mga bu, lekin qimmat. 1000 so'm azgincha 8 so'mga даже skinlar olsa bo'ladi, lekin bular qimmat. Bunaqa krossovkalar lishniy V-Bucks'lar bo'lsa, og'irliklar atak. Bilmayman lekin. 600 so'm. Приkolniy anaqa bo'ladi. Atak Naqa zo'r emas, bo'ladi, приkolniy. 600 so'mga normalni. O'zini Fortnite'da bez kollaboratsionniy anaqalari, krossovkalari o'zi qilgan. Normalni. Bu ham 1000 so'm. Emotsiyalarni qo'ymayman, chunki o'ta muzika bor. Bo'ladi. 8 so'm, 1000 so'm, endi kimga qarabdi? V-Bucks'lar ko'p bo'lsa og'irlaylar. Muzikalarni ham qo'ymayman. Ford mana. Mana bu Jeep ham normalniy. Jeep deyiladimi, nima deyiladi? Normalniy. 2000 ga lekin qimmat. 2000 ga bitta nabor komplekt skin olsa bo'ladi. Mashina u defaultning mashinani ham haydab yursa bo'ladi. 1,5 mingga ko'rsa, mana buni olgan yaxshi. 1,5 ming shu normalni, atak 2000 bitta komplekt skinlar olsanglar bo'ladi. Mana bu ham normalniy, chemuni oldida. Ito 1,5 ming bu. Endi bu kollaboratsionniy anaqa emas-da, bular Fortnite o'zinikida bu mashinalar, o'shaning uchun arzon. Har doim anaqa kollaboratsionniy chiqsa, mana Fordga o'xshab yoki Lamborghini, tam Ferrari'lar chiqsa, mana shu 2000, mana shu qimmat bo'ladi ular. O'shaning uchun bular arzon. Bular Fortnite o'zini mashinalari. Mana anaqalarni V-Bucks ishlatmagan yaxshi, mana anaqa kalosa-malosalarga. Bruno Mars ashulachini bilsanglar, muzikant bor shunaqa mana. Ashulalar yo'qsa, mana skini ham o'zi normalniy, og'irsi bo'ladi. Головной убор mana, без головного убора. Нормально. Kichkina o'zini mana backpack'i bor, qanaqadir Tokyo degan. Ichida o'zini figurkalari kichkina. След от падения mana. Bo'ladi. Zo'r emas, средний. O'zini klaviaturasi mana muzikalniy. Gitarasi bor mana. Festivalda kim agar o'ynaydigan bo'lsa, arziydi og'ir. Skin normalniy, menga endi buni berishgan, men podpiskam bor anaqada. Nimaydi? Festivalda o'shaning uchun menga berishgan o'zi sразу tekinga. Bu yerda naborlar mana, har xil Lego naborlar. Mana nabor. Bular endi hammasi pulda. Mana nabor yaxshi lekin. Bu yerda Joker bor. Plush bor bu yerda. DC'ning fanatlari bo'lsa, arziydi. Men ham olardim, lekin qimmat nabori. Bu тоже Midas. O'zini Fortnite skini. Midas bu Fortnite eng populyar skinlardan hisoblanadi. Shuni agar bilmasanglar, bu slishkim знаменитый skini. Sezonlarda o'zini главный istoriyasida ham yuradi bu skin. O'zini главный istoriyasida ham ko'p uchasiz qiladi. Kirkasi ham normal ekan. Такой необычный. Mana bu ham yaxshi ekan. O'zini zvuki bor ekan. O'tda mana ham дополнительный qancha?
V-Bucks ham berishadi mana. Mana bu ko'rsatib qo'ygan mana. Kirka, украшение, ekipировка. Потом mana 1000 V-Bucks beradi. Pulga sotib olsanglar, keyin sizlarga yana дополнительный 1000 V-Bucks beradi, 1000 ta. Ну, нормально. Bunaqa nabor bor ekan. Kimga qanaqa bilmadim, u. Такой себе. Oddiy. Дешевыйroq qanaqadirski, unaqa zo'r emas. Mani мнением bo'yicha endi kimga qanaqa bilmayman. Ну, prostoyski, buni sotib olmagan bo'lardim. Ну, anaqasi kirkasi normalniy. Bunaqa o'zi tepli kirkalar уже bir necha marta berishyapti. Propuskda. Normalniy. 1000 V-Bucks beradi, buni sotib olsanglar, yana 1000 ta beradi. Bunaqa nabor bor, endi bu yerda ham V-Bucks beradi, zadaniya qilsanglar beradi. Sразу bermaydi, bu yerda zadaniyaniga beradi. Bu yerda mana 600 so'm beradi. Mana bu nabor arzon nabor. Где-то 50 ming, uzoq 60 ming ketadi bunaqa naborlarga. 40, где-то 50-60 ming ketadi bunaqa naborlarga. Bular arzon nabor. Bular har sezon chiqadi. Bu по-моему oldingi sezondan qolib ketgan, hali yangisi chiqmadi. Balki bu по-моему bu oldingi sezondan chiqqan nabor. Bu yerda mana mana skinni ko'rsatmoqchi edim. Mana festivalga mana buni berishdi. Mana Bruno Mars sotuvdim. O'zini skini mana. Festivalda. Tekinga berishadi, agar Atrat Fortnite podpiskalar bo'lsagina berishadi. Atak berishmaydi. Yoki o'zini sotib olsanglar bo'ladi. Mana festivalda bu ham 1000 V-Bucks. 1000 ta V-Bucks berasizlar, sizlarga mana shuni dostуп ochib beradi. Podpiskalar bo'lsa sразу beradi. Hammaga rahmat. Bu videoni ko'rganlarga podpisatsiya qilib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar. Har kuni obzor bo'ladi, xudo xolasa. Agar kim podpisatlashib qo'ysa, kim o'ynamoqchi bo'lsa, nicklarni qoldiringlar. Balki birga o'ynaymiz. Streamlar ham qilib turaman. Podpiska bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Like'lar bosib qo'yinglar. Hammaga rahmat ko'rganlarga. Mulluzo bo'lsin, yaxshilikni ko'rishinglar.